ham kutib qolamiz. Hozir esa ikkinchi ishtirokchi ukrainalik Vlada Nikolchenko. Bugun lenta hamda so'yillardagi dasturlar kechagi dasturlarimizda aynan halqa hamda to'p bilan bajariladigan mashqlarni ko'rgan edik. Vlada Nikolchenko mashhur kompozitsiyalardan birini tanlagan holda o'zining dastur chiqishini namoyish qildi. Ushbu ukrainalik gimnast. Albatta gimnastikada liboslar rangi. Hozir esa bizga Anya Tamazin namoyish etilmoqda. Uning dasturiga hakamlar tomonidan 10.9 ball bilan dasturini baholashdi. Hozir esa biz ukrainalik Nikolchenkoning dasturini takroran tomosha qilishimiz mumkin. Boyagi fikrimni oxiriga yetkazib qo'yishim shart. Aynan liboslar ham rol o'ynaydi har bir gimnastning chiqishida. Dastur davomida tomoshabinlarni hakamlarga o'zining chiqish dasturini namoyish qilayotganda diqqatini ushlab turish uchun ham aynan liboslarga katta e'tibor qaratiladi. Hozir esa ilib olishdagi xatoni ko'rishimiz mumkin. Birgina harakat, mana dasturning keskin buzilishi, qadamlar kombinatsiyasida uzilish ham kuzatildi. Bu ham Vladani jamg'aradigan ballarini keskin darajada bo'lmasa-da biroz pasaytirishi mumkin. Ammo dasturning murakkabligi